aka qayerga taksi? Assalomu alaykum. Qayerga taksi? Hozir biz ikkita taksi chaqirib qo'yibdik, ikkovi ham zapas vaqtida yetib keldi. Bittasi minimalga yoqib qo'ydim deyapti-da. Hozir bittasiga chiqib bordim uydagilarimni. Ikkita so'radingizmi? Bitta so'raganman. Uydagilarimni menga taksi chaqirib bering deb anaqa aytdi, men taksi chaqirsam uydagilarimni chaqirib qo'ygan ekan. Ya minimalkasini berasizlar-da. Gaz qo'yish oson bo'lmayapti, benzinda yurishdi. Yo'q, manatdan kelib yoqish kerak-ku, to'g'rimi? Keyin boshlanadimi? Minimalka 8000 deyapti-da. Sizni yoningizga aytgan joyingizga bordimmi, o'sha yoqishga haqqi bor haydovchini. Hozir kelib, endi minimalka yoqib qo'yganman, 8000 bo'lgan deyapti-da. Endi aka, o'zim erkak kishisiz. Sizlar ham mashina minansizlar, mendan qanaqa muammo bo'lyapti? Ular ham ishlayman, bolam boqaman deb chiqishadi, to'g'rimi? Shuni ham hisobga olib ish qilaylik, yaxshi hisob bo'ling. Xo'p, mayli.